aks ta'sir berdi. Şuna ata-ana chuqum o'zini yaxshi dangsab baqib, agar shu qoidaga o'zin bo'ysun olsa, bu qoidani tuzish kerak. Agar uning o'zi bo'ysunmasa, eng yaxshisi bu qoidani tuzgandan tuzmagan yaxshi. Chunki u o'zi bo'ysunmay turib bu qoidani tuzib qo'ysa, bolalarning psixikasiga og'ir darajada ta'sir qildi. Shunga mushu 3-qoidaga, 3-nuqtaga kelganda ata-onalar chuqum o'zining amaliy ahvolini dangsab baqmasa bo'lmaydi. Tuzgan keyin bo'ysunish kerak. Agar bo'ysunmasa, tuzmasimi, tuzmagan yaxshi. To'rtinchisi esa maqtash. Ammo shu maqtash masalasiga kelgan vaqtda ba'zi ota-onalar xato oldi maqtab qo'ydigan ahvollar shakllanadi. Shunga men maqtashni bunda 3 turga bo'lib qo'yaman. Birisi uftiqini maqtash, ya'ni qilgan ishini maqtash. Yana birisi ma'lum ishni qilish jarayonidagi tirishchanligini maqtash. Uchinchisi o'zining kimligini maqtash. Unda men buni ayrim-ayrim tushuntirib qo'yay. Qilgan ishini maqtash degan nima esa, bola ma'lum ishni qilsa, buni maqtash, hatto uni mukofotlash. Biz oldingi vaqtlarda bu to'g'ri so'zlagan. Unda buni qaysi yoshgacha qilsa bo'lsa, 6 yoshgacha mush maqtashni ishlasa bo'ldi. Ya'ni qilgan ishini maqtab bersa, bolaning ishga bo'lgan ishtiyoqi zo'r darajada oshadigan gap. Uningdan ikkinchi bo'lsa, biz tirishchanligini maqtaymiz. Chunki doimlar uning natijasini maqtab bersa, ba'zi balda nim shakllanib qoldi-sa, ma'lum ishni qilishga jur'atsizlik shakllanadi. Chunki men mushni qilsam, futi qozonmay qolsam, meni maqtamaydi degan tuyg'u shakllanib qoldi. Bunda vaqtda bolalar bu ishni qilmayli qutulib qoldi ahvollar bo'ldi. Shunga maqtashning ikkinchisi nima esa, tirishchanligini maqtash, jarayonini maqtash. Ya'ni ma'lum ishni mayli qilasin, qilanmasin, ashni qilganga tirishqanligini maqtash. Chunki bir bolaning yoki bir insonning keyin muvaffaqiyat qozonishi nim bilan bog'liq bo'lib qoldi bo'lsa, uning tirishchanligi bilan. U necha qatdan mag'lub bo'lib ketsimi, u tirishni bilsa, u g'alaba qilmaydigan hech qanday ish bo'lmaydi. Masalan, Edisonni misolga olsak, Edisonning lampochkaning qilini tepish jarayonida necha 100 qatdan mag'lub bo'lib ketdi. Uning shogirdi deydi, bu biz necha 100 qatdan buni topdik. Mush tepish jarayonida mag'lub bo'ldik. Biz eng yaxshisi voz kechibdilsa, Edison nim deb javob berdi-sa, bizning har bir qatdan mag'lubiyatimiz amaliyotda bir xato lampochkaning qilini og'rib chiqdi. Demak, biz to'g'risiga qarab ketib boramiz degan. Demak, bolalarda tirishchanlik maqtab bersa, tirishchanlikqa intilish shakllandirsa, u hamon bir kuni muvaffaqiyat qozondi. Biz buni odatda tirishchanlikni maqtash deymiz. Uning natijasidan apilishib olmaslik. Bu xil holatda ba'zi bolalarning o'rganishni ilga surishga foydasi bor. Chuqumli natijasini maqtagan vaqtda bolalar men bayotin dedim, ma'lum narsani qilishga jur'atsizlik kelib chiqadi. Agar tirishchanlikni maqsad bo'lsa, u bilanmisimi, hamon tirishavergandan keyin hamon biladi, tirishavergandan keyin hamon muvaffaqiyat qozondi. Uchinchisi nima degan vaqtda, uchinchisi kimligini maqtash. Bu kimligini maqtash degan nima esa, osh bolaning bir individual ekanligi, individual deganimiz boshqalarga o'xshamaydiganligi. O adamın aşbalının bir xasligi, dünyada aşındaq adamdan faqat birisininla bağlıqı. Ne düşündürüp esa bu balada keyinçe özünü başqa narsaga silishtirish orqali özünü tuven kurish psixikasi ozishga boshlaydi. Chunki balalarda özünü tuven kurish psixikasi nereden shakllansa, o televizorda ko'rgan yoki rasmda ko'rgan kelishgan obraz chiroyli odamlarga o'zini silishtirish orqali uningdan tuvandek his qildi. Yoqimiz tangtushlarning ichida bir qadar chiroyi qamlashgan odamlarga silishtirish orqali o'zining badanidan bezor bo'lishga, o'zining badanidan tuven kurashga, o'zining badanini yoqtirmas qarab taraq qildi. Bu xil xarakter nima shakllandirsa, balada og'ir darajada burumtuqlikni shakllantirib qo'ydi. Shunga balalarning bir xil xosligini maqtash, ya'ni balaning hech kim o'xshamaydiganligini maqtab bersa, bala u chaqda o'zini boshqalarga selishtirish emas, o'zining xosligidan faxrlanadigan tuyg'u shakllanadi. Bu xil shaklni, bu xil maqtashning bir misolini deb beray. Masalan, lopaynak orqali balaning barmog'iga tutib baqsa, barmoq izi ko'rindi. Ondan o'zining barmog'ini, opasining barmog'ini, ondan keyin bu balaning do'stlarining barmog'ini birga selishtirish orqali hech kimning barmoq izining bir-birisiga o'xshamaydiganligi, bu barmoq izining o'xshamagandek odamning hech qanday odamdan o'xshab qolmaydiganligi, farqlanib turadiganligi, har bir odamning mush dunyoda bir xos ekanligini tushuntirib beralsa, o'chaq bu balada bir xil yuksak individuallik shakllanadi. Bu individuallik, ya'ni boshqalardan farqli bir xil xoslik amaliyotda odamga eng zo'r ishonch paydo qiladigan narsa. Qachonda odam o'zini boshqalarga selishtirishga boshlagandan tortibla, uningda beoromlik yoki psixik besim, biz oldingi so'zladik, shakllanishga boshlaydi. Shunga 3-chi xil maqtash nima esa, o'zining kimligini maqtash. Hamda buning ichida
bir salbiy maqtashdan birisi var. O bo'lsa-mu balning oloyligini maqtab qo'yish. Balning oloyligini maqtab qo'ysa, qaramoq to'g'ridek turgan bilan amaliyotda balalarning kichik vaqt shakllangan ba'zi oloyligi cho'ng vaqtida yo'qolib ketishi mumkin. Masalan, bir bala kichik vaqtida naqsh aytishqisi bo'lsa, uni naqsh aytib maqtab qo'ysa, bu cho'ng vaqtida yo'qolib ketadi. Yo'qolib ketganda balda ig'ir darajada besim shakllanib qoldigan gap. Yana bir xato maqtash nimasi, balani ota-ona do'stlar bayada maqtab qo'ysa, balada ig'ir darajada besim shakllandi. Nurg'a ota-onalar o'zining balalardan faxrlanib ketib, do'stlarining yanında bali bor vaqtida bu balni maqtab qo'ydi. Amaliyot bu xil maqtash balda ig'ir darajada psixik besim shakllandi. Shunga mushundaq maqtashlardan amal bor saqlanish kerak. 5-nuqta nimasi salbiy badan obrazi. Salbiy badan obrazini oldin bir deb o'tib ketdim. Hargizmo balalarning badanini misol qilib, uni zangli qilmaslik kerak. Hem de hazırki şu meyli mekteplerde bolsun mey tanışlar arasında bir načar illet var. Ballağa bedenini misal gelip lakam koyup koyduğu ahval. Muşu balıda iğir derece psikik tesir peyda kıldı. Bununla her kaysi uqtuşlarım alayı dikkat kılış gerek bu xil terbiyege. Ata-ana teximi dikkat kılış gerek. Hem de biz birden bir kutlanmaygınımız nimesi o teng tuşlarının birbirisining bedenini misal gelip bulapın 5 birleşip elip birisini zanglıqıp koygandıklar balda iğir derecede zibeygen dep koyumuz üzün tüven küreş, üzün ayıpleş tuyğuz peyda alap kaldı. Bu xil tuyğu en ahir nemin peyda kıldı olsa balda xamuşluqni, başkalarının orlışını yaxşı görmeydiğen, üzünü kemtik oylaydiğen bazı psikika hadislerini peyda kılıp buydu. Onda olsa, mening so'zlaydigan darsim tugab qoldi. Agar so'moqchi bo'lgan savolinglar olsa, o'tirib qo'ysam bo'ldi. Siz yaxshimisiz? Men bir savol so'rsam, Muşu bizning ota-onalarimiz ham bizning ishimizdagi bolalar asosan kichik vaqtlarimizda o'yinni o'zimiz barpo qilish orqali o'pcha kollektiv holatda o'yin o'ynash shaklini asos qilgan. Lekin hozirgi kichik bolalarda asosan shu cho'nglar lozimlik kerakli bo'lgan elektr mesela oyunçuk degende elektronik oyun degende mesela kompüterda yoki kichik shakldagi har xil elektron o'yinlar tayinish orqali o'zini bir xil xushallik izlaydigan bir xil shakl chiqdi. Bu bolalarning psixikasiga nisbatan normal emas deb qarayman. Mushni ota-onalar mush bolalarni mush psixikadan qanday qutqizib chiqish kerak? Abda burunqi bolalarda odatda sirtqi muhitda o'ynashni, ya'ni tabiat bilan jiqroq shug'ullanib turishni asos qildi. Albatta yeshillikni hayvanlarni ko'p ko'rib birish balalardagi otizmlik, ya'ni otizm deganimiz bikini velish psixikasini bikini velish psixik kasallikning 12% var deymiz. Ama bu xil kasallik payız bo'lsa, balalarning aqli ideyasining echilishiga bek payız var. Mesela yeshilliklarni, tabiat narsalarini ko'rish. Yani halbuki bugun kun kelgan vaqtda nurg'un balalarning haqiqatan da telefon, televizor ya kompüter qatorliq narsalarga haddan ziyod e'tibor berish hodisi var. Albatta buning mingisiga bo'lgan ta'siri haqiqatan da ig'ir darajada ziyniva hisoblandi. Unda bundaq harakatlarni qanday qilish kerak, qancha vaqtda bundaq narsalardan shug'ullanish payız var deganda psixologlarning hozirgacha bu narsaga nisbatan aniq avval bu xil narsa kirib qolgan odamni qandoq to'sash to'g'risida aniq psixikalik usuli yo'q. Ammo kichik vaqtdan boshlab tarbiyalash bo'ldi. Ya'ni oila qoidasi deganga selibesi bo'ladi. Mush oila qoidasidan boshlab buni tarbiyalab chiqsa, ya'ni televizor, kompyuter qatorliq narsalardan eng ko'p bo'lib ketsa 2 soat, bo'lmasa amal bor 1 soat. Uningdan boshqa bolalar televizor ko'rganda chuqum ota-ona ular bilan birga kurash kerak. Chunki televizorning bolalarga bo'lgan ta'siri intan kuchli bo'ldi. Ular televizordagi barliq narsani rost deb o'ylaydi. Herkes onu mevhum ya mesela bir ilan çıkan bolsa, ilan nim degen bolsa bunu rast deb o'ylaydi. Men bayatında bitib ketdim. Ularda bir fantaziya dünya bağı hesaplandı. Şuna bunda vaqtda ata-onalar cho'qim televizordagi ba'zi narsalarning yolg'on fantaziya ekanligini tushuntirib o'ttamasa, bolalarni yolg'iz televizorning oldiga qo'yib berganda televizorning mazmunlari bolalarda ig'ir darajada psixik dunyosini, mavhum dunyoni shakllantirib qo'ydi. Kompyuter dunyosi cho'sa, kompyuter dunyosida ba'zi bolalar
kirib qoldi. Nimish qolsa, chunki uning o'zi mashg'ulot qilganlik uchun biz buni aktiv uyan deb qaraymiz. Shunga bolalarni bu xil uyanlardan, bu xil televizorlardan chetlash uchun mush oila qoidasi orqali kichik vaqtdan boshlab tuzpirish orqali tarbiyalab chiqish kerak. Allıburun bununla kirib qolgan bolalarni chu degan vaqtda asta vaqtni azaytish orqali anandayken buningdan o'zini chetlash kerak. Ammo bir narsa aniqki, bu xil elektronlik narsalarning, ya'ni elektron o'yin bo'lsin, televizor programmalarining bolalarning taraqqiyotiga qilch pay solmaydi. Siz. Assalomu alaykum Ali muallim. Nurg'unlagan ota-onalar o'zining farzandining kelgusida intayin talantli bir odam bo'lib chiqishini, yaramli odam bo'lib chiqishini umid qildi. Ham ularniki kichigidan boshlab ma'lum bir narsaga bo'lgan qiziqishini qo'zg'ab, ularniki talant hujayralarini qo'zg'ashga intayin bir xil qiziqdi. Ham mush to'g'riliq izdindi. Sizningcha mush to'g'riliq bir yaxshi bir usullar bormi? Balalarning ma'lum narsa bo'lgan qiziqishini qo'zg'ash uchun mundaq 4 savolga javob berish orqali qo'zg'is bo'ldi. Birinchidan, bola ma'lum ishni qiziqtirish uchun avval balada oshni qila olamdi, qilolmamdi ideyasini o'tkazish kerak. Nurg'un balalarning ma'lum narsa qiziqmas sabab uni qilolmayman deb o'ylaydi. Birinchi savol chiqdi. Ya'ni oshni qila olamdi, qilolmamdi deganni qoyil qilish kerak. Ya'ni balaga oshni qila oladiganligini ishontirish kerak. Bu birinchi bosqich. Ikkinchisi esa nimish qashni qiladi? Buna javob berish kerak. Uchinchisi esa oshni qilishga, ya'ni osh muvaffaqiyatni qozonishga ashu zurmi zur emasmi? Buna javob berish kerak. To'rtinchisi nima bo'lsa, to'rtinchisi oshni muvaffaq vujud chiqarish uchun ondan qaysi bosqichni olib berish kerak. Mush 4 bosqich, 4 savol javob berish kerak. Buni misol bilan tushuntirib bersam, masalan siz bolangizni matematika qiziqtirmoqchi bo'lsangiz, avval bolaning kallasidan shuni o'rganalishi qoyil qilish kerak birinchisi. Ikkinchidan, bolaning kallasida nemish matematika o'rganaman degan bir savol paydo bo'ldi. Siz buna javob bera olashingiz kerak. Balkim siz buni o'rgansang, sen kelgusi yaramli odam bo'lsan degan bir deyalishingiz mumkin. Ana uchinchi savol chiqadi. Bola yaramli odam bo'lishni xohlamamdi. Bunda bir savol bor bu yerda. Anda bununla yaramli odam bo'lishning yaxshiligini tushuntirish kerak. Eng oxirida shu yaramli odam bo'lish uchun qanday qilish kerak? Ondan bu matematika yoki bo'lmasa o'zining nimasiga ergishib boshlaydi. Demak, bolalarning qiziqishini qo'zg'ash bu mandachil deydigan narsa emas. Mush 4 savolga biz to'liq tafsiliy javob bera olganda, bolaning kallasini o'tganda, ondan uningda men bayatni dedim, dopamin to'liq qo'zg'aldi. Dopamin qo'zg'algan vaqtda uni men mukofotlamsiz, uni yoki mukofotlamamsiz, bu bolda tabiiy taraqqiyot bo'ldi. Bu masala kelgan vaqtda bugun bizning so'zlayotganimiz taraqqiyot psixikasi. Bu masalani men ayrim, ya'ni bolalarning o'rganish qiziqmaydigan bolalarni qanday qo'zg'ash yoki bo'lmasa dasbilan bolalarni ma'lum narsaga qanday qiziqtirish to'g'risida keyingi qismlarda men tafsiliy to'xtalib ketaman. Bundan bugungi darsimiz müşahede ayaqlaşdı. Mağlanı anlap bəqinliğine rahmet. Xoş.